Hemşirler, Abduri Mestura. İman üçün yürkü kuyuvatkan, hicab üçün müşaqqat tartıvatkan barlıq hemşirlerini bağışlayman. Kiriş söz. Vallahi hicabım ayrılmaz baştan. Ahirki nefeske, ölümge kadar. Fitneler yığısun, kılmayman pisen. Razıman tölisem, alemci bedel. Hicabım imanımın bir partisi. Onu beşimden aldırmam diyenler bilip kılısın ki, cilimle alalayızlar, hicabım yetkenmeydi. Hatıramdım. Bu eserinin dastlabki qismlari bir qancha to'r betlarda e'lon qilingan edi. E'lon qilinish davomida asarning ko'rilish qitim soni davomli oshdi va mendan davomlashtirib yozishni talab qildi. Lekin shu oraliqda turmushimdagi ba'zi ko'ngilsizliklar tufayli qalamni qayta qo'limga ololmay qoldim. Asarning davomlashishga nimadir bir narsa kamlab qolgandek edi. Əsrimdəki Dilraba muşu əsərdə tilg'a ilingan qızlarning ustida yana ham jamiyatning ham ota-onasining kuchli besimi duch kelayotgan ruhiy va jismoniy jihatda ko'p xo'rliklarga uchrayotgan qiz edi. Bir kuni uning bilan telefonda ko'rishib qoldim. U qarmoqqa bu xil turmushni ko'rib qolgandek edi. Ota-onasi tarafdan kelayotgan ko'ngilsizliklarni oldi to'g'risiz, yig'izorsiz bayon qilishga boshladi. Anglab yig'lay olmadim, lekin yuragimdan yosh emas, qon tomchishga boshladi. Onun günahı nimede şuncha qilg'idek. Faqatli imonimga, e'tiqodimga sodiq bo'lay deganli yeri bor-ku. O'zimga kam bo'layotgan narsani qayta yetib olgandek bo'ldim-da, qalamimni qo'limga olib davomini yozib tutundim. Hijobli qizlar tilga ilinsa, ko'p kishilarning yodiga qoshlarini inchik terib, chechining oldini budir qilib, yog'liqini qasddan keynini tortib chigib, kirim deganni bo'lishib qilib, qosh-qapoqlarini suzib o'tirib, sevib chanishdigan bekorchi qizlar keladi. Bu mu o'rinsiz emas. Chunki ba'zilar hijobdan iborat bu ulug' vazifa ham ne'matning kursini shundoq tushirgan. Lekin hijobning haqiqiy ma'nosi zodi nima? Bu to'g'riliq o'ylab ko'rganlar qanchalik? Bu asrim orqali qarindoshlarni shundoq mushkulot turgan hamshirlar uchun ozroqgina duo qilib qo'yishgan deganni maqsad qildim. Imonni faqat qo'ldan kelishini qilish, kelmaganini tashlash deb tushunib olgan. Yoki qo'lidan keladigan ishni allaqanday bahonalar bilan kelmaydigan qilib ko'rsatganlarga, oxiratga ishongan, lekin dunyoni texmi muhim ko'rib qolganlarga ilgi bo'lsin deganni o'yladim. Hijobni tushunmaydigan yoki xato tushunadiganlarga tushuncha bersin, islom ayollarini haqiqiy tushunsin deb orzu qildim. Bu asarni yig'lab turib yozdim. Ba'zi chaqlarda yig'amni qog'oz yuzida ifodalash mumkin bo'lmadi. Hemşirlerim uçurgan külpetni, erziyetlerini bir yezip çıkışqa qurbim yetmedi. Hemşirlerim hem yığlab turib okudu. Çünkü bu her bir Müslüman hemşiremnin hikayesi idi. Hemşirler 1. bab. Fatime ko'zini ochganda dadisi allaqachon ketib qolgan edi. Yinida faqat apisi ko'zlari qizarib ishigan, bir nuqtaga tikilgan holda o'tiradi. Fatime apisiga birdan qarab ketdi. Lekin apisi uning qaravotganligini sezmagandek bir nuqtaga tikilgancha o'tiradi. Ondan namoz vaqtini o'tkazib qo'yganligini esiga olib, o'rnidan turmoqchi bo'ldi. Bu chaqda apisi uning bo'shqa kelganligini bilib, unga qaradi. Apisining nazari shunchalik sovuq. Uning qarashidan qiziga ichi og'riyotganligini yoki xo'p bo'ldi, tartqulqini tortding, davatqanligini Fatime bilolmadi. Umi apisiga sovuq nazar bilan qarayotgandan keyin xavfsiz badallarni ko'tarib, tazliq uyiga qarab mondi. "Naymonding?" dedi apisi sovuq ovozda. Fatime javob qaytarmadi. Uning amdi apisiga biror eg'izmi gap qilg'isi yo'q edi. Fatime tazliq uyidagi aynakka qarabla cho'chib ketdi. Uning so'l mang'izida 5 barmoqning izi shu pitili chiqib qolgan edi. Peshonasi tuxumdek isib chiqqan edi. Bilaklarimi ko'karib ketibdi. Dumbisimi og'riyotdi. Balkim ko'kargan bo'lishi mumkin. Ammo muhimi uning yuragi chul-chul bo'lib ketdi. Uning dadisi qanchalik kuchli bir odam. Uning tayoqlarini bu o'riq qiz ko'tara oladimi? Uning onasi-chi, erining, to'g'risi burun erining qizini shunchalik vahshiylarcha urishga voy demasin qarabla turdi. Acaba bular uning o'z ota-onasi ha? Uning hadisi-chi, kichik chig'da dadasi bir qatim hadisni urganda, u dadasining putiga kim eslilib, dadasi uni tepib-vasimi, yana eslilib, hadisni tayoqdan saqlab qolgan edi.
lekin hadismi bo'ldi-da deyolmadi. Faqat bir bulungda yig'labla o'ltirdi. Toki u tayoq zarbasidan hushidan ketguncha. Sovuq suv uni biroz sagitdi. U muzdek suv bilan yuzini qayta yuvdi. Orqadan bundoq yuvishning sunnatga uyg'un kelmaydiganligi yodiga yetib, bilaklarni yuvishga boshladi. Tahoratdan keyin yotoq uyga kirib, yog'liq va yepintisini izladi. To'g'ri, uning yog'liqlari bayo dadisi tarafidan yerda etilgan. Hozir birmi yog'liq qolmadi. Dadisi qaychi bilan uning yog'liqlarining hammasini parcha-parcha qilib kesayotgan edi. Undaqda namozni qanday qilish kerak? U chamadondan tek chiqarmagan bir yepintisini oldi. Ondan bir ishmaykan oldi. Maykini beshiq o'rab, chash va bo'yinlari ozroqmi ko'ringanligiga jazm qilgandan keyin takbir bilan namozni boshladi. Bu ahli yo'q deb, ota-onani qoqishib, jannat kirgan bir ko'ray. Bizni ansirtib, mushuncha qoqishib chiq namoz o'qiydi-ku. Buni o'qigan namozing nolgidan. Apsi sirtlik uyda bir nimalarni deb to'lavotdi. Fatima namoz o'qiyverdi. Har holda opasining boshqa kunlardagidek yugurib kirib, beshidan yog'liqni ilib o'tib, namozni buzatmaganligiga xushal edi. Ey ulug' Alloh, deydi u duosida. Meni kofirlarning azobidan qutqizgin. Ma'u oilamdagi munofiqlarning azobidan qutqizgin. Menga hech bo'lmasa ibodatimni xotirjam qilgudek bir makon bergin. Bu yerdan maktubimga sog'-salomat berib olg'ini nasib qilgin. Bu yaxchiq, sandiran gapim bor. Deb to'lidi apsi. U karni qilmay, qo'lidagi kitobni qarg'ancha o'ltiraverdi. Men sen bu yaxchiq dedim-ku, dedi apsi yugurib kirib, g'azab bilan uning qo'lidan kitobni yulib oldi. Mening sandiran gapim yo'q, dedi u to'van, lekin to'lim qat'iy talaffuzda. Sen men salavatangsa? Apsi qo'lidagi kitob bilan uning beshiq barni soldi. Qurib kelsin namozing, qurib kelsin undaq dinim, qurib kelsin Xudoyim. Sen apsiga til tekish o'rgatgan, unda Xudo ulanadi. Og'zing yum, dedi u bosh kelmay. Yana gunoh ishlab tortgan bo'lsang, mendek bolni tuqquniga pishman qildiribman. Qo'ydan chiq. Apsi yaqasini tutquncha uning qarab ketib qoldi. Balkim kichigidan tartib sho'x bo'lsa-mu, apsining holiga yetadigan kuyimchan qizining tuyuqsizlik bundoq o'zgarib ketganiga tushunolmay qilyotgandi. Baya qizining dadisi til yondirib zo'rlashgan ko'rganda hayron qolgan bo'lsa-mu, o'zini bundoq til yondirishni o'ylabmi baxmagan edi. Apsi yotoq uydan chiqib ketgandan keyin uning ko'zidan taramlab yoshlar to'kilishga boshladi. U nimadan baxtli qiz edi. Hech bo'lmasa, u o'zini shunday hisoblaydi. Ota-onasi kichigida ajrashib ketgan. Dadisi keyin qayt to'y qildi. Lekin apsi to'y qilmadi. Dadisi ular bilan oz degandimi, haftada biror qatim ko'rishib turadi. Uning oliy maktabda o'qish rasxotini dadisi to'laydi. Yana kelib, ota-onasi ikkalasi uni nayt yaxshi ko'radi. Oliy maktab imtihonida yuqori natija olib, ishkirdagi danglik oliy maktabga o'tganida ularning qanchalik xushal bo'lganligini demayli qo'ying. Ular tayyorlikni ishkirda o'qiydi. Tayyorlikdagi yotoqdagilar ichida bir qiz namoz o'qiydi. To'lim adablik va tirishchan qiz edi. Yotoqdagi hammalar uni hurmatlaydi. Fatima kichigidan tartib hech qanday diniy tarbiya olib baxmag'ach, uning namoz o'qishini balkim uydagilar zo'rlashga shunday qilamdikin deb o'ylaydi. Uning nazarida yoshlik bahori urg'ib turgan, kelgusiga nisbatan orzu-umidlar to'lib toshgan bir yoshning bunday xurafiy ishlarga vaqt sarf qilishi aqlga sig'maydigan ish edi. Dilnur, juring voleybol o'ynab kiraylik. Ahmad Fatima, birdamdan keyin asr namozning vaqti bo'lib qoldi. Men chiqmay. Dilnur, kechki maktab kinoxonasida pek tez kino borkan, ko'rib kiramdi. Bo'ldi, sizlar chiqinglar, men bugun topshiriq ishlay. Atdigan yakshanba, atishsiz bo'ldi-ku. Ati masjidda bir bilan ko'rishmoqchi edim, Qur'on o'rganmoqchi edik. Dilnur, atimning tug'ilgan kunim, at qizlarning maktab sirtidagi apandim sesamaxonasiga tomoq chaqirdim. Soat 5da, vaqtida beringizmi? Ha, atimning ishim bor edi. Voy, sizning ishingiz tugmaydi. Ishdan qachon qilyapsiz bo'ldi? Mening tug'ilgan kunim yil aram bir qachon kelgan tursa. Rostini aytsam, tug'ilgan kunni tabriklash dinimiz cheklangan. Shunga kechirim berolmayman. Shundoq paranglardan keyin yotoqdoshlar barbara uningga nisbatan ozroq bezorlik his qilishgan bo'lsa-mu, uning dinda ching turish irodasiga qoyil bo'lmay qolmadi. Yana kelib, uning ochiq yo'ruq, hammasini tujublab qilgan mijozi boshqalarning hurmatini va qoyilligini qo'zg'amay qolmaydi.
Bir yakshanba kuni u masjiddagi Qur'on o'rganishidan keyin uchisiga uzun chapandan birini kiyib, besiga yog'liq ortib keldi. Ko'pchilikning uning bo'lgan hayronligi texmi oshdi. Uzun o'tmayla Ramazon oyi yetib keldi. Yataqchi qizlar odatda dinga qilch ahamiyat bermagan bilan Ramazonda hammasi taqvodorlardan bo'lib ketishdi. Atdiganda kim burun o'rnidan tursa, u shu boshqalarni uyg'otdi. Buning sinfdagi o'g'illar oldida bizning yataqchi qizlarning so'g'irga man o'rnidan deb maqtanishiga foydasi bor edi. Saharda hammaylar birlikda maktab sirtidagi Uyg'ur oshxonasiga chiqib tamoq yegandan keyin Dilnurning yetakchiligida birga duo qilishib qaytib kiradi. Ikki qiz yana bir vaqt namozni boshlab olgan edi. Albatta, Fatima sabtdan qolmay ro'za tutishga kirishib ketgan edi. Shug'unsi u ro'za tutishning sababini toza bilib ketmaydi. Yataqchi qizlarning bilamizlar ro'za tutsa salomatlikka bek foydali ekan. Bizning islom dinimiz nimaga ulug'dir deganlarni anglaganda bir ilohiy sezim uning badanini birdamlik chulg'ayotgandek his qiladi. Bu sezim birdamlik yo'qolib ketadi. Bo'libmi kunduz uyqusirash va qo'rsiq ichib ketganlik sababidan dars va o'rganish qo'shaqmaganda u ro'za tutishdan bakli zerikadi. Ramazonning 27-kuni kechda qizlar birlikda tunamoqchi bo'ldi. Bu dal juma kechga to'g'ri kelgach, qizlar atsi xotirjam uxlab olsini bo'ladi. Ular birdan gazir taqash uning bunidan paransoq bo'ldirdi. Ularning nazarida tunash faqat kechki uxlamaslik edi. Dilnur balkonda namoz o'qiyotdi. Hay qizlar, Dilnur balkonda namoz o'qib ketmasmi? Hay Fatima, chiqib chaqirib kirgina, yotoqda o'qisin. Bizning to'larak ovoz paranshayli. Fatima balkonga eng yaqin bo'lg'achqa o'rnidan turibla balkonga qarab mandi. 12 oyning sovuqi balkonning eshigini ichishi bilanla uning suyaklariga o'tib ketdi. U chiqqanda Dilnur duo qilyotdi. Dilnur namozni yotoqqa kirib o'qigan bu yer bek sovuqga, dedi u lablari sovuqdan titrab ketdi. Ha, men shunday o'ylab turardim, rahmat sizga. Dilnurning burun chiqizib ketgan edi. Buningdan uning qanchalik to'ng'alligini tasavvur qilg'ili bo'ladi. Qizlar, bugun kecha qanday kecha bilamsizlar? Dedi Dilnur ularning yoniga kelib. Yo'q, qizlar qaysilar bilsizlar? Degandek bir-biriga qarashdi. Payg'ambarimizga Qur'on nozil bo'lishni boshlagan kecha. Alloh Qur'onni Qadr kechasi nozil qilishni boshlagan ekan. Qadr kechasi nihoyat ulug'. Bu kechani ibodat bilan o'tkazganlarga Alloh cheksiz savob berdi. Payg'ambarimiz Qadr kechasini Ramazonning oxirgi 10 kuni ichidagi saq kunlarni izlanglar degan ekan. Ko'p qism olimlar 27-kecha deb qaraydi ekan. Agar xohlasanglar, men birdan Qur'on o'qib beray. Ajab yaxshi, deyishdi qizlar. Yog'liq yeb o'ldiramdi, yo chayinsak bo'lamdi. Ixtiyoringlar. U shundaqda Qur'onni ichib o'qishga boshladi. Balkim o'zi kunda o'qiyotgach, dal shu yerga kelgan bo'lsa kerak, Qur'onning qiyinligi dal shu yerda edi. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohga tasbih etdi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh o'ltiralaydi, tiriltiralaydi. Alloh har narsaga qodirdir. Allohning ibtidosi yo'qdir, intihosi yo'qdir. Alloh oshkoridir. Ya'ni mavjudligini ko'rsatuvchi dalillar bilan aqllarga oshkoridir. Maxfiydir. Ya'ni uni ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydi. Uning zotining mohiyatini tunishga aqllar erisholmaydi. Alloh har narsani bilguchidir. Alloh osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratdi. Ondan o'ziga loyiq ravishda arish ustida qaror oldi. Alloh zaminga kirib ketadigan narsalarni, zamindan chiqadigan narsalarni, osmondan tushadigan narsalarni, osmonga o'rlayoladigan narsalarni bilib turdi. Sizlar qayerda bo'lsanglar, Alloh sizlar bilan birga. Alloh qilayotgan ishlarni ko'rib turg'uchidir. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Hamma ish Allohga qaytarildi. Alloh kechani kunduzga kirgizdi, kunduzni kechaga kirgizdi. Alloh dillardagi sirlarni bilguchidir. Allohga va uning payg'ambariga iymon keltiringlar. Alloh sizlarni ega qilgan mollardan sadiq qilinglar. Sizlardan iymon etganlar va sadiq qilganlar cho'ng savobga ega bo'ladi. Ey kuffarlar, sizlar nimishqa Allohga iymon keltirmaysizlar? Halbuki payg'ambar sizlarni Parvardigoringlarga iymon keltirishga chaqirdi. Alloh sizlardan chin ahd oldi. Agar iymon keltirishni iroda qilsanglar, iymonga oldiranglar. U asta, to'limi vazmin ohangda Qur'on oyatlarini o'qiydi.
Bu çağda Fatimaning qalbini hech qachon ko'rilib boqmagan bir sezim, to'lim ulug' bir ilohiy sezim chulg'ab oldi. Har bir oyat, har bir so'z uning qalbida aks sado paydo qilmoqda edi. "Ma'u hadis to'plami, xalsanlar buni ko'rgach o'tiringlar", dedi Dilnur bu so'zni o'qib bo'lgandan keyin. "Men yana birdan namoz o'qib olay." Dilnur, "Men siz bilan bir namoz o'qisam bo'lamdi?" dedi Aygul ismli bir qiz. Uning ko'zlari nimishqidir namishib qolgan edi. "Men namoz o'qiy olmayman, opamni o'rgangan." "Bo'ldi, jura amisa, chiq tahorat ilib kelaylik. Men tahoratni yangilib olay. Tahorat usti tahorat, yo'l ustiga yo'l qo'ygandek" debdikan. Ular ikkisi sirtqa qarab mandi. Fatimami ularning keynidan ergashdi. Qisqa ta'til o'tib ketdi. U ota-onasining o'zining namoz o'qishiga qarshi kelganini bilgachga, ta'tilda o'rganish qilishni bahona qilib uyiga qaytmadi. Dilnur unga hamroh bo'lib qoldi. "Dilnur, sizga bak havasim keldi", dedi bir kun Fatima. "Nimishqa? Siz kichkiningizdan yaxshi islomiy tarbiya bilan cho'ng bo'lgan ekansiz. Lekin men islomdan butunlay yiroq bir muhitda cho'ng bo'ldim. Dadam saqchi, opam o'qituvchi. Nima o'qituvchisi bilamsiz? Biologiya o'qituvchisi. Sipi o'zidan inson maymundan to'ralgan deydig'ini. Dadam saqchi bo'lganlikdan azaldan hech namozga bormaydi. Hozir o'lsam, ular uchun ko'nglim yerim bo'lardi. Rasmiy aytsam, men sizdan ko'p farqlanmaydigan bir muhitda cho'ng bo'lgan", dedi Nur past ovozda. "Rasmi? Biz sizni mollaning qizimikin deb yuribdik", dedi Fatima ishongisi kelmay. "Dadam Naimizning hokimi", dedi Nur qijil bo'lganda talaffuzda. "Opam Nailik ayollar birlashmasining muavin raisi. Ular ikkilasi bek qizil pachaq. Mening namoz o'qiydiganligimni bilganda, dadam tas qolgan meni urib nokah qilib qo'yg'ili. Lekin akam bilan opam ikki so'sib olgan. Men namoz o'qishni va islomga doir bilimlarni akamdan o'rgangan. Desam cho'qim ishonmaysiz. Akam menga islomni o'rgatish uchun men nega borsam shu yerga keynimdan boradi. Hatto diskoxonaga kirsam, keynimdan birga kirib, menga oyat, hadis so'zlaydi. Men akamga, "Bo'ldi aka, avar bo'lma. Bu dunyodagi hamma odamni namoz o'qidan qilvasanmi, meni qilolmaysan" deydim. Kim o'ylagan, benda mumkin emas degan ish Allohga mumkin ekan. Bendiga tas ish Allohga oson ekan. Mushunda akam bo'lgandan bak faxrlaman. Uydagilar mening yog'liq qilib o'ranganligimni hech bilmaydi. Kim bo'ldi, bilsa nimalar bo'lib ketishini. Lekin Alloh cho'qim yordam qildi. Akamni qarab turmaydi. Inshaalloh. Fatima hayron bo'lguncha turib qoldi. Mavi ko'zlari o'ynab turadigan, to'limi chiroyli, lekin oddiy sadda, qilcha haqoratlikni bilmaydigan qiz Noiya hokimning qizi ekan. Namoz o'qish uchun shuncha mushaqqatlarni tortibdi. Tigi bu qiz diskoxonaga kirib boqqan ekan. Bunday gapga kimning ishongiz kelsin? Men ichkiriki maktablarda qanday kiyinish bilan kori yo'qkan deb anglab bu yerga kelgan. Burundil o'rang'im bor edi. Alloh muslimalarni bu shunday o'rni ko'rishga buyurgan emasmi? Dilnur, bu shunday qilish hech arzimdi. Bak jafoda qopsiz. Qarab teqi tayoqni yeyapsiz. Tayoqni qo'y kunda yeydim. Dadam meni urib, ha erib ketib, to'xtab qolgan chog'larim bo'lgan. Urib to'xtaganda kirib namozimni o'qidim. Oxiri opam, "Bolni yana urdigan bo'lsang, sen bilan ajrashmaran" to'xtatdi. Bilman, dadam meni yaxshi ko'rdi, lekin amaldorlikni mendan bekroq yaxshi ko'rammikin deyman. Men Allohdan to'xtamay duo qilib tilovatman. Allah xolsa, dadam cho'qim rahni tushundi, hamon bir kuni. Lekin men namozimdan, iymonimdan ketishni o'ylab boqmadim. Sahobalar dastlab iymon etganda qancha jabbo tortgan ekan bilamsiz? Bir sahobini hatto cho'g'ni yerga yetib, shuni ustida dumutib ekan. Bir sahobini Makkaning tuxumini qo'yib pishiradigan qiziq qumga yotqizib, ustiga ig'ir toshni bostirib qo'yib ekan. Ba'zilarini noit vahshiy holda o'ldirayotgan. Lekin ularning hech qaysi iymondan kechmagan ekan. Bizdan ming as ig'ir kunlar turibmi, iymondan qizishlangan odamlar ko'rmang. Haqiqatni tushuntirmoq oson emas. Shu kun kechda ular maktab sirtidagi Tilsamaxonning xo'jayinining tafsiriga binoan ularning uyiga bordi. "Baldiroq kinolar, kino qo'yib berman. Uyg'ur kinosi yig'ilganlar qachon?" degandi u ayol telefonda. Ular asr namozi bilan yetib kelishdi. Ular kelganda uy egasi ayol tahorat ilib, ular bilan birga asr o'qish saqlab turgan ekan. "Haydilnur qizim, menda bir film bor. Siz cho'qim yoqtirsiz", dedi namozdan keyin. U to'lim chaqchaqchi xushxuy ayol edi. "Buni ko'ryapsizlar, men qo'rimni ko'rib, tilti qilib tayyor qilib qo'ygan. Lag'mas etkiray. Bizmi qarshamdi? Bo'ldi, sizlar ko'ryapsizlar."
Uning bergini Turkiyaning dangli hikoya filmi Daniel Kelin edi. Dilnur bu filmni ilgari ko'rib bo'lgan ekan. Fatima bo'lsa anglab boqmagan edi. Kino boshlanishi bilanla u kinoning ichiga kirib ketdi. Kinodagi Xadija jaynamoz ustiga birinchi qatim chiqib yig'lab ketganda, uni o'zini so'lolmay yig'lab tashladi. Ayni chaqda uning vujudimi shundoq silkingan. Shundoq bir hayajon uni esadatgan. Lekin nimishqidir yig'lay olmagan edi. Bugun yurgining cho'nqur qatlaridagi andishlarini, Allohga bo'lgan muhabbatini mushu yig'isi orqali taskin topqizmoqchi bo'layotgandek qiladi. Kino tugagan chaqdami u Asiyada kinoda. Yana oxiri bormikin degandek ekranga qarab anviq o'tirib qolgan edi. "Turinglar, sham o'qiyli", dedi sahibxon ayol. Sham namoz o'quvchi uning vujudi yana bir qatim larzaga keldi. Xuddi Parvardigorning oldida namoz o'qiyotgandek butun vujudi bilan namozga berildi. "Hada, bu abayingiz pek chiroyli ekan. Menga obdonlik keldi. Men kiysam bo'lamdi?" dedi u namozdan keyin tartinib qina. "Bu ko'nrab qoldi. Bu yil yurtdan akelgan yang bir bar edi. Shuni beray. Namoz o'qigan kentdingiz?" "Yo'q, men o'rnalgandim." "Mashalloh, nimga cho'ng xush xabar bu. Ammo men sizga bir narsa yog'liq beray. Keling, o'zingiz salaylang." "Qarang osmonga, nima degan go'zal", dedi Fatima beshini ko'tarib osmonga qarab. Bu chaqda uning uchida abayi, beshida yog'liq o'rilish bo'lgan edi. Odamning kayfiyati yaxshi bo'lsa, osmon mushuncha tumonliq bo'lsa-mu, go'zal ko'ringan-a? Tuyuqsiz o'rnishni o'ylab qoldingiz-ku. Bilamsiz, tunji namozimdan keyin shu chaqdagi bir xil ko'ngil aramchiligini zotli qayta topolmadim. Toki boya av kinoni ko'rgandla, o'zimni nimaning kamligini bayqadim. Fatima bularni o'ylayotib, allaqachon sham namoz bo'lib qolganligini bayqadi va o'rnidan turib sham namoziga tayyorlik qildi.